Assalomu alaykum ahli YouTube. Yaxshimisizlar? Mana bugun iplarimizni ilyapmiz. Salafonlarni olib tashladik, simlarni olib tashladik. Pomidorlarimiz o'sha ikkinchi guliga qarab ketyapti. Birinchi gullar ochildi, mana uchinchi gullar ham ko'rinyapti. Mana gullarni ko'rgan bo'lsangiz. Malkanet pomidorlarimiz. Ketishi yaxshi, yomon emas. 5-yanvar ekilgan. Bugun 17-fevral. Havolar hali bulutli. Bugun kecha yomg'ir yoqqan. Mana hozir yana yomg'ir boshlayapti. Lekin issiq. Havo issiq. Oziqlarni berib boryapmiz. Ildizdan sepiladigan dorilar sepayapmiz. Hozirroq namlik ko'payib ketib, qorason tushdi bizga. Qorasonni hozir ko'rsataman. Ayrim barglarda bor. Bunga qarshi quyosh chiqsa chora ko'ramiz. Mana ko'rgan bo'lsangiz. Har xil joyda bor, endi uni dorisi bor, sevib ko'ramiz. Ya kunlar qizyapti, xudo xolasa to'xtash kerak. Kun issiq bo'lganda namlik yuqorilik uchun bo'lyapti. Bizda ataplina yo'q, shuning hisobiga boshqa variantimiz ham yo'q. 3 qavat pomidor, 3 qavat salom bo'lgan, o'shaning hisobiga bular tushgan. Endi mana bu faqat shu tepada agrovalkdan qoldi. Qolgan joylarda salomlarni olib tashladik, dugalar, simlarni olib tashladik. Ko'rgan bo'lsangiz, hali bu yog'i baylanmagan. Ayollar bugun tushdi, endi bugun xudo xolasa tugatamiz. Maydonimiz 40 so'toq. 9000 ta yaqin ko'chat ekilgan. Uchtalarimiz bilan uchta orasi 1.40lik. Ekilish jarayoni orasiga 45, bunaqasiga 40. Bir xil joyi 45 bo'lgan joylar ham bor. Bir xil joyi 35. Endi har xil ekib tashlagan ayollar. Birinchi yil ikkita joyali qilib ekyapmiz. Birinchi yil. Avval faqat o'rtaga ekib, ikki chekkadan kapulni qo'yardik. Keyin ikki tarafga qarab pomidorlar tashlatardik. Bu ko'chat, bu pomidorimiz Malkanet, karlikovый deydi-yu, o'sha kichkina bo'lib qoladi, 4-5 pog'ona bo'lib. O'zida chikanka bo'ladi degan va tez pishadi degan. Sal yumshoqroq bo'ladi. Lekin pishib, yetishib, hosilni yetishtirib berish davri juda qisqa bo'ladi. Bir oy ichida sotib tugatasiz deydi hosilni. Boshqa pomidorlarga qaraganda qisqa. Shuning hisobiga endi bu yil proba uchun ekdik. Odamlar ko'p kishi ekyapti. Biz Surxondaryoda yiliga o'rtacha 500 ming, 600 ming dona ko'chat ekiladi. Bu yil balkim ko'proq bo'lishi mumkin. O'zimizda shu Termizda, Muzrabotda, shu atroflarda bilganimiz bu. Effekti yaxshi deyapti. O'tgan yil bilgan bo'lsangiz, iyun oyigacha 10 mingdan tushmadi. Buni 5 pog'onadan keyin ikkita bachka qo'yib, yana o'stirib, to yana 3-4 pog'ona olib, yana sotganlar ham bo'ldi. O'shalar maslahati bilan ekdik. Xudoga shukr, hali yomon emas. Bachkalar ham o'sib qolibdi. Mana ki 4ta, 3ta tuygan. Negadir gullar kam.
Bir xilda mana 5-6 ta tuygan. Kuzatib boringizlar. Videolarni qo'yib boraveraman. O'sha ikkinchi pog'onaga kelib qoldik. Hademay 3-chi pog'ona ko'rinib boshlaydi. O'sha ertadan 23 gradus bizda ko'rsatyapti. Keyin ko'tarilib ketar ekan, 27 gradusgacha chiqar ekan. Quyosh issiq. Kelayotgan 10 kunlik ichida. Xudo xohlasa issiqda o'zgarish kerak. Shuni kutyapmiz. Kuzatib boringizlar, yoqqan bo'lsa like bosingizlar. Bez ataplini qanday qilib pomidor yetishtirish bo'yicha videolar qo'yib boraman.